Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Namozgoh City loyihamizning qurilish jarayoni qaysi bosqichga kelganligini men sizlarga aytib beraman. Hozir kunda A blogimizda tom ishlari tugatilib, fasad tashqi pardozlash ishlari olib borilmoqda. Buni o'zingiz ham video davomida ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi blogimizning ikkinchi etajida tom ishlarini olib boryapmiz. Bunda proyektga ko'rsatilgan 350 markali betonlarni ishlatyapmiz. Ikkinchi blogimizda poydevor ishlari tugatilishga yaqinlashmoqda. Bunda biz proyektga ko'rsatilgan A400 markali sertifikatlangan armaturalarni ishlatyapmiz. Qurilish jarayonida hamma ishlar loyihada ko'rsatilgan talablar va me'yorlar asosida olib borilyapti va har bir ustalarimiz o'z ishlarini sidqidildan amalga oshirib, reja asosida ishlarni olib boryapti.